oddiy tush emas. Ali hikoyasi. Ushbu film bo'lib o'tgan voqea asosida suratga olingan. Barcha voqea qanday sodir bo'lgan bo'lsa, shundayligicha taqdim etilyapti. Faqat ayrim muhim bo'lmagan detallargina tushirib qoldirilgan. Yaxshi keldingizmi? Qorningiz ochdimi? Ha, qornim och. Ko'rmayapsanmi? Nimang bor? Ovqat pishyapti. Nima bo'ldi? La'nati. Ovqat nima uchun bunchalik issiq? Gaz ustida turibdi. Pishyapti. Nima uchun haligacha pishmadi? Nima uchun sovutib qo'ymading? Hali pishgani yo'q. Hali pishgani yo'q? Hali pishgani yo'q, Ali. Yo'q. Yo'q. Men xotinimni deyarli har kuni urardim. Hozirgacha badanida buni izlari bor. Yovuzligim to'g'risida gapiradigan bo'lsam, juda ham uyalib ketaman. O'shanda xotinimni har kuni urishga odatlanib qolgandim. Hozir afsus bilan eslayman, lekin o'sha paytda o'zimni idora qila olmasdim. Ba'zida xotinimni urmaslik uchun boshqa shaharlarga ketib qolardim. U yerlarda, ayniqsa Istanbulda oylab, yillab qolib ketardim. Xo'sh yigitlar, ishlar qalay? Yaxshi xo'jayin, rahmat. Davom ettiraveringlar. Xo'p bo'ladi. Men suvoqchi bo'lib ishlardim. Pulni juda yaxshi topardim. Ba'zi vaqtlarda brigadir bo'lib ham ishlardim. Barcha yiqqan pullarimni ichkilikka sarflardim. Men har doim ichardim. Xo'jayin, biz otamlashgan ketyapmiz. Siz ham borasizmi? Yo'q, bugun bora olmayman. Nimaga? Ishlarim bor. Biz qayerda bo'lishimizni bilasiz-a? Har doimgi joyimizda. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.
qishloqda qo'zichoni yo'qotib qo'ydim. Endi pulini qanday to'laymiz? Hayya shamagur. Pul osmondan yog'iladi-da. Bor yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Maraş'tan bir haber geldi. Maraş'tan bir haber geldi. Dediler ki keşke Melik ölmeseydi. Ali, biz bu yerdamiz. Melik ölmeseydi. Ofitsant, 2 stakan aroq bering. Salom. Salom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Menga to'lasidan olib keling. Oy Melik, 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 ben kurbanım sana Melik, ben Kechirasiz. Biz kafeni hozir yopamiz. Qancha bo'ldi? Sizdan 50 ming lira. Menda buncha pul chiqmasa, Borini to'lang, qolganini o'zim qo'shaman. yo'lda ichib ketishimiz uchun yana bitta bering. Shundoq ham ko'p ichvordingiz. Agar juda ko'p ichganimda yana so'rarmidim. Ey Xudoyim. U menga yordam berishni istamaydi. Kim? Men u bilan ko'p suhbatlashdim. Kim bilan? Albatta Xudo bilan. Masalan, gullarga nazar soling. Gullarga? Gullarga. Gullar tuproq va changda o'sadi. Agar ularni go'ng bilan eksangiz, ular juda chiroyli bo'lib o'sishadi. Xo'sh, hidi qayerdan paydo bo'ladi? Go'ngdanmi? Yo'q. Xushbo'y hid. Xudovand iflos narsadan ham go'zallik paydo qiladi. Alloh hamma narsaga qodir. Sen Alloh bilan gaplashasanmi? Gohida unga shikoyat qilaman. Yo'q. Sen Allohga xuddi do'stlardek murojaat qilishing kerak. Yoki xuddi uni farzandidek. Men har doim shunday qilaman. Meni tushundingmi? Xudo bolalarini sevadi. Lekin men bolalarimni oldiga bora olmayman. Chunki xotinimni o'lgudek qilib uraman. Ichaman. Ichgan paytimda albatta uraman. O'zimni umuman yo'qotib qo'yaman. Siz Saudiya Arabistoniga borishingiz kerak. Saudiya Arabistonga u yerda ish taqiqlangan. Ichishni tashlashingiz mumkin. Ichishni tashlash? Ha, ichish tashlarding. Bir qultum ham ichmaysiz. Siz nima ish qilasiz? Quruvchiman. Istanbulda eng yaxshi suvoqchi. Arabistonga quruvchilar juda ko'p kerak. Pulni ham yaxshi topasiz. Menga ishoning. Bu la'nati narsani o'zingiz tashlay olmaysiz. Sizga maslahatim shu. Xudo meni o'zi qo'llasin. Ha, qo'llasin. Xudo o'zi xohlaganlarga yordam beradi. Yaxshi janoblar, bugunga yetar. Uyimizga ketaylik.
Men Saudiya Arabistoniga ishlash uchun ketdim. Lekin meni asl maqsadim ishlash va pul topish emasdi. Meni asl maqsadim u yerda ichishni tashlash edi. Chunki Arabistonda ichkilik sotilmaydi deyishardi. Biroq men o'sha yerda birga ishlaydigan yigitlardan aroq sotiladigan joy bormi deb so'radim. Ular menga o'sha joyni ko'rsatishdi va men yana ichishni boshladim. Men bu yerda ichmayapman. Ichish tashladingizmi? Ha, tashladim. Ochig'i bu yerda aroq topish mumkin, lekin men ichmayapman. To'g'ri, ba'zida bo'ladi, juda kam. Bilasanmi, men Makkaga borib keldim. Makkaga? Ha, namoz o'qidim. Kelasi yili haj safariga bormoqchiman. Mana shunaqa yangiliklar. Ha, yaxshi yangilik. Lekin Esingdami? Maktabda o'qib yurgan paytimiz. Diniy darslarni yaxshi o'qimas edik. Faqat bir nechta suralarni yodlagandik. Lekin hozir hammasi o'zgargan. Hozirdan boshlab haqiqiy musulmon bo'lmoqchiman. Zehra, men yaxshi ota va yaxshi er bo'lmoqchiman. Zehra, men endi ichishni aslo istamayman. Zehra, eshityapman. telefonni qo'yib qo'ydingmi deb o'yladim. Hammamiz sizni sog'indik. Men ham sizlarni sog'indim. Vaqtim tugayapti. Men uchun bolalarni o'pib qo'y. Qachon uyga kelasiz? Sizlarga pul jo'natib turaman. وقت المخابرة انتهى. رجاء محاولة من جديد. Bir yildan keyin bir guruh do'stlarim bilan birgalikda hajga borishga qaror qildik. Har bir mashinaga 4 tadan odam chiqdi. Meni mashinamga esa hech kim o'tirmadi, chunki haydovchilik guvohnomam yo'q edi. Quyosh botishi bilan Makkaga yetib bordik va Ka'baga kirdik. Ka'bani aylanib yurganimizda kechki namoz o'qildi. O'sha oqshom men hayotimda ilk bora namoz o'qidim. Bugun juda charchadim. Yaxshilab dam olmasam bo'lmaydi. Bu yerga kelganimga ishonmayapman. Butun umr shuni orzu qilganman. Ha, bu ajoyib. Sizni ibodatlaringizga javob bo'lsa kerak. Shunday emasmi? Ali, sizga bir narsa aytmoqchiman. Aytmoqchisiz? Ha. Siz dindorlar oilasida voyaga yetmagan bo'lsangiz ham bu yerga keldingiz. Bunga men hayron qoldim. Siz haqsiz. Meni bir ikkita muammolarim bor. Lekin Xudo xohlasa hammasi o'zgaradi. Muammolarim hal bo'ladi. Men haqiqiy musulmon va hoji bo'lmoqchiman. Ichishni butunlay tashlab, oilam bilan tinch hayot kechirmoqchiman. Alloh duolaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Inshaalloh. Rahmat. Do'stlarim, vaqt allamahal bo'lib qoldi. Yotib uxlashimiz kerak. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi uxlab turinglar. Ali, tashqarida uxlamoqchimisiz? Ichkariga kirmaysizmi? Chodirning ichi juda issiq. Tashqarida yotaman. Yaxshi dam olinglar.
Ey Xudo, senga qanday qilib yetish mumkin? Men bilmayman. Lekin seni borligingni bilaman. Butun qalbim bilan senga iltijo qilaman. Menga o'zingni namoyon et. Meni ichkilikdan butunlay qutqarishingni xohlayman. Meni qutqargin. Sen menga tegishlisan. Seni kimligingni bilaman. Sen Isosan. Seni o'zim bilan olib ketaman. Agar sen bilan ketsam, xotinim va bolalarimni kim boqadi? Bu yerdan ket. Sen menga tegishlisan. Uyqudan uyg'onganimda shodlikdan yayrab ketdim. Ich-ichimdan hayajonlanib ketdim. O'zimni xuddi uchayotgandek his qilardim. Yerda turibmanmi yoki havoda muallaq turibmanmi, shuni bilish uchun gilamni ushlab ko'rdim. Yerda turganimni angladim. Shu tushni yana ko'rishni istardim, lekin aslo uyqum kelmasdi. Bu tushni boshqa ko'rmadim. O'rol, labay. Men Isoni ko'rdim. Ali? Nimalar deyapsiz? Tushimda Isoni ko'rdim. U meni oldimga keldi. Tura qoling. Nimalar to'g'risida gapiryapsiz? Uyg'oqmisiz o'zi? Ha. Eshitdingizmi? Nimani? Ovozni. Isoni ovozi. Tushuntiribroq gapiring. Ovoz. Isoni ovozi. Alahsirayapsiz. Yo. Bu chindan ham ajoyib tush edi. Nima deb o'ylaysiz? Hozir borib yotsam shu tushni ko'rarmikinman? Bo'pti, men ketdim. Bu ajoyib fikr. Borib yoting. Ertaga og'ir kun bo'ladi. Ali, sen menga tegishlisan. U yerga bormasliging kerak. Bu yerdan ket. Ket deb gapirilayotgan ovozni eshitishda davom etdim. Va bu ovoz meni tashvishlantirib qo'ydi. Ovoz qayerdan kelayotganini bilmaganim uchun qo'rqa boshladim. Boshqa uxlay olmadim. Keyin o'rnimdan turib, mashinam turgan joyga bordim. Ali, nima qilyapsiz? Men ketyapman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi?
Kechasi uxlashga yotdim, lekin uxlay olmadim. Men ovoz eshitib chiqdim. Ovoz? Qanaqa ovoz? Isoni ovozini. Isoni ovozi? Ali bosinqirab chiqqanga o'xshaydi. Aytgancha bu haqda bu yerda gaplashmaylik. Ketdik. Yaxshi, men orqalaringdan boraman. U yerga bormasliging kerak. Sen menga tegishlisan. Hoy. Hoy, hoy. Men siz bilan birga bora olmayman. Yana nima bo'ldi? Ovoz mendan bu yerdan ketishimni talab qilyapti. Unga bo'ysunishim kerak. Uni qachondan beri bilasiz? 15 yildan beri. Men mashinamga chiqib, ishlayotgan shahram Akapaga qarab yo'l oldim. Yetib kelganimdan so'ng hammomga tushdim. Cho'milayotganimda ko'kragimdagi tuklarni oqarganini ko'rdim. Men ularni changdan yoki terdan oqargan deb o'ylab, sochiq bilan artdim. Lekin ular chindan ham oqargan edi. Keyin xayolimga men senga bundan ham buyukroq narsani ko'rsataman degan fikr keldi. O'sha paytda menda kuchli hayajon paydo bo'ldi. Bu quvonch aralash hayajon vujudim bo'ylab tarqaldi. Bu quvonch aralash hayajon edi. O'sha paytda Xudo men bilan birgaligini va menga yordam berishini his qildim. Men o'zimni har qanday yomon odatlarim va muammolarimdan, ayniqsa ichkilikdan ozod bo'lishimni sezdim. Xudodan qo'rquv va ichki bir tinchlik bilan tizzada turdim. Biroq qanday ibodat qilishni bilmasdim. Men faqat, "Ha Rabbim, men hozirdan boshlab sen istagan ishlarni qilaman" deya oldim. O'sha kecha yana ovoz eshitdim va u menga uyimga qaytib ketishim kerakligini aytdi. Ikkilanmasdan narsalarimni yig'ishtirib, uyga jo'nab ketdim. Uyimga barcha qo'shnilarim yig'ilib kelishdi. O'sha paytda men juda baxtiyor edim. Ular xotinimni urishim, farzandlarimni haqorat qilishimni bilishsa ham, baribir meni yaxshi ko'rishardi. O'sha paytda ichimda ovoz "O'rningdan tur" dedi. Eshitinglar. Sizlarga aytadigan gapim bor. Saudiya Arabistonda bo'lganimda tushimda Isoni ko'rdim. Va u menga gapirdi. Hammalaringiz men Isoga ergashayotganimni bilishingizni istayman. Men masihiy bo'ldim.
Qani bolalar, yuringlar, uxlaydigan vaqt bo'ldi. Zehra, men chindan ham masihiy bo'ldim. Lekin qanday qilib? Kim Arabistonda masihiy bo'ladi? Men tush ko'rdim. Iso tushimga kirdi va qalbimni zabt etdi. U yuragimni o'zgartirdi. U menga tarafga til ojiz shodlik berdi. U menga tegishli ekanligimni aytdi. Men ham uni sevaman. Lekin hozir nima qilishimni bilmayman. Ali nima bo'lyapti? Qandaydir muammo bormi? Zehra, men seni juda sevaman. Har doim seni sevganman. Endi hech qachon senga oldingidek azob bermoqchi emasman. Xudovand meni gunohlarimni kechirdi. Sen ham meni kechira olasanmi? Albatta kechiraman. Nimaga yig'layapsiz? Nima sizni qiynayapti? Zehra, endi men masihiyman. Lekin sen masihiy emassan. Endi biz nima qilamiz? Nima qilamiz? Hammasi joyida bo'ladi. Agar siz masihiy bo'lsangiz, men ham masihiy bo'laman. Rostdanmi? O'sha kechadan boshlab xonadonimda tinchlik hukmron bo'ldi. Shunday qilib, xotinim Zehra ham, men ham masihiy bo'ldik. Biz nima qilishni bilmasdik. Lekin men ishlashim zarur edi. Shuning uchun suvoqchilik qilish uchun ketishga qaror qildim. U menga tushimda zohir bo'ldi. Hoy, gap sotish o'rniga ishlanglar. Ha, to'g'ri xo'jayin. Men ko'p gapiryapman, lekin men Iso to'g'risida gapiryapman. Iso qanday qilib menga gapirganini va hayotimni qanday o'zgartirganini tushuntirib berayotgan edim. Agar istasangiz sizga ham aytib berishim mumkin. Bunaqa narsalarni eshitishga vaqtim yo'q. Ishlasang ishla, ishlamasang jo'na. Xo'p. Ali, xavotirlanmang. Sizni yaxshi insonligingizni bilamiz-ku. Oxir oqibat men ishdan haydaldim. Keyin boshqa ish topdim. U yerdan ham haydaldim. Qayerda Iso haqida gapirsam, o'sha yerdan meni haydashardi. Men odamlarga Iso hayotimda nimalar qilganini aytib berish istagida yonardim. Istanbulga ishlash uchun borishga qaror qildim. Isoni taniganimga 2 yil bo'lgan edi. Shu vaqt mobaynida birorta ham masihiy bilan uchrashmadim. Injilni ham o'qimadim. Istanbulda ishlay boshladim. Va uyga pul yuborib turardim. Rafiqam bilan har safar telefonda gaplashganimda o'zi va bolalar meni juda sog'inganini aytib yig'lardi. Siqilib ketib yana ichishni boshladim. Albatta ilgarigidek emas.
Men haqiqatdan ham nima qilishni bilmasdim. Ichimdagi ovoz Marashga borishim kerakligini aytdi. O'sha paytda Iso meni peshonamga tekkanini esladim va u menga yana yordam berishi mumkinligini angladim. Marashga qaytib bordim. Marashda meni e'tiqodim qadriga yetmasa ham, qobiliyatimni qadrlaydigan odamnikidan ish topdim. Men juda xursand edim. Yaxshi o'tiribsan, Zehra? Yaxshi, rahmat. Bolalar qayerda? Tashqarida o'ynab yurishibdi. Ularni chaqiraymi? Yo'q, hozir emas. Ovqat tayyor bo'lsin. Yaxshi. Bolani uxlatib olay. Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat Zehra? va hayotdirman. Zehra, tezroq kel. Mensiz hech kim otaning oldiga bora Tezroq kel. olmaydi. Agar meni bilsangiz, Nima bo'ldi? otamni ham Iso bu yerda. bilasizlar. Bundan Nima? buyon uni U bilasizlar. radioning ichida. Uni ko'rgansizlar." Radioning ichida Iso nima Filip qiladi? Isoga dedi: "Rabbiy, bizlarga otani ko'rsat. Shu biz uchun yetarli." "Filip," dedi unga Iso, "Men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman. Radio eshittirishni Meni nomi tanimaysanmi? tinchlikka chorlash Meni edi. ko'rgan otamni ko'rgan Bu bo'ladi. eshittirishdan Endi keyin sen qanday darrov qilib qo'limga bizlarni qalam otani olib, ko'rsatyapsan-u?" menga Injil yuborishlari uchun radio stansiyaga xat yozdim. 10 kun ichida Injil menga yetib keldi. Uni uxlamasdan o'qidim. Keyin hayotim yana o'zgara boshladi. Odamlar ham hayotimdagi o'zgarishlarni ko'ra boshladi. Hozir uyga odamlarni chaqirib, quyidagi savolni beraman. Siz jannatni ko'rishni xohlaysizmi? Agar xohlasangiz, uyimga keling. Rahmat, Zehra. Aliga ayting, erimni yo'lga solib Injil o'qittirsin. Yo'lga solishni keragi yo'q. Rabbimiz o'zi sevgisi bilan eringizni yuragini ochadi. Aliga esa aytaman. Bu haqida albatta eringiz bilan gaplashib ko'radi. Ali shunday yaxshi inson bo'lganki, butunlay boshqa odam bo'lib qolgan. Men bolaligimda juda ko'p qiyinchilik ko'rganman. Oilamdagilar meni yomon ko'rishardi. Cho'pon bo'lib ishlab yurgan paytimda men Xudoni bilmasam-da, uni borligini his qilardim. Unga barcha alamlarim va muammolarimni gapirib berardim. Va bunga javoban u meni tinchlantirgandek tuyulardi. Faqatgina o'sha men ko'rgan tush hayotimni butunlay o'zgartirdi. Chunki men najot izlardim va uni Rabbimiz Iso Masihdan topdim. Men qalbi ezilgan va qiyinchiliklardan holdan toygan barcha odamlarga aytaman. Tirik Xudoni qidiring va barcha muammolaringizni unga topshiring. Salom. Siz qachonlardir kechasi yolg'iz qolib osmonga qarab, yulduzlarning go'zalligidan ajablanganmisiz? Yoki yosh Aliga o'xshab, chiroyli tog'larda, yashil maysalar ustida va gullar orasida yurib, Xudo yaratgan ne'matlardan zavq olganmisiz? Buni ta'riflashga til ojiz. Lekin biz unga ko'nglimizdagi tuyg'ularni izhor qilayotganimizda, u bizni eshityaptimi, yo'qmi, biz bunga ikkilanamiz. Har bir insonning yuragida bo'shliq, ruhiy bo'shliq, ya'ni faqat Xudo to'ldira oladigan bo'shliq bor. Ali Bektash ismli bola yolg'iz qolganda o'zi bilmagan Xudo bilan gaplashgan. Lekin u Xudo shu yerdaligini his qilgan.
Alining yuragidagi bo'shliq Xudoni bilish uchun imkon berdi. U bilan mustahkam aloqa o'rnatdi. Sizda-chi, aziz do'stim, qalbingizni hech narsa o'rnini bosa olmaydigan kemtik yeri bormi? Xudo siz o'ylagandek uzoqda emas, u yoningizda. Men seni sevaman deb yurangiz eshigini taqillatib turibdi. Yuragingga kirishim uchun ruxsat ber deb aytmoqda u. Men kirib maskan yaratay va ruhiy bo'shliqni huzurim, tinchligim va shodligim bilan to'ldiray deydi. Aziz do'stim, Xudo sizni haqiqatdan ham sevadi. Ishonasizmi, yo'qmi, siz uni yaqindan tanib bilishingizni istaydi. Yosh Alining qo'zilaridan biri yo'qolib qolganini eslaysizmi? U cho'pon bo'lgani uchun barcha qo'ylarini tashlab, yo'qolgan qo'zisini qidirib ketdi. Ba'zida o'zingizni tushkunlikka tushgandek his qilganmisiz? Hayotingizning ma'no va maqsadini yo'qotib qo'ygandek bo'lganmisiz? Qalbingiz bilan Xudoga yuzlaning. Xudo ovozingizni eshitsin. Unga yuragingizni oching. Bu ishni ibodat orqali amalga oshirasiz. Ibodat bu Xudo bilan yakkama-yakka so'zlashuvdir. Agar siz tog' toshlarda yoki cho'l biyobonlarda adashib qolsangiz, nahotki siz hech kimni yordamga chaqirmasangiz? Muqaddas kitob bizni Xudoni ota deb chaqirishga va unga farzanddek bo'lishga o'rgatadi. Ali tushida Isoni ko'rib unga iymon keltirdi. U shunday ajoyib tush ediki, uni qayta va qayta ko'rishni xohlardi. Aziz do'stim, Xudo sizni ham tushingizga kirishi mumkin. Lekin uni tanib bilishingiz uchun bu tushni kutish shart emas. Buning uchun ibodat qilsangiz kifoya. Bu ibodat orqali unga yuragingizdan joy berasiz. Cho'chimang. U sizni shu qadar sevadiki, siz uchun hatto o'z jonini fido qilgan. Xudo Iso orqali sizni shunday boringizcha qabul qilishga tayyor. U sizni barcha gunohlaringizni kechirishga tayyor. Siz bajaradigan yagona ish bu qalbingiz eshigini Isoga ochish. Agar shu ishni hozir amalga oshirishni istasangiz, mening ketimdan takrorlang. Ibodat so'zlarini mening orqamdan qaytaring. Osmondagi buyuk Xudovand, men senga yuragimni ochyapman. Men gunohkorman. Meni kechirgin. Iso Masih mening gunohlarim uchun o'lib tirilganiga men ishonaman. Isoni Rabbim va najotkorim deb qabul qilaman. Mening gunohlarimni kechirgin va meni pokla. Hayotimni sening qo'llaringga topshirdim. Iso Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin.